Salom do'stlar, sizlar Gadro. Bugungi videolarimizni ko'rib turgandan xursandman. Anchadan beri ko'rishmayotgandik, bugun mana ko'rish nasib qilgan ekan. Hammalarga salom. Sizlar bilan o'sha Avogadro. Короче, bolalar. Bugungi videomizda o'sha Vanya qilib kuchash videosida, legendarniy o'sha Vanya qilib kuchash videosini yana davom ettiramiz. Undan oldin kanalga obuna bo'lib, videomizga like bosib, o'z fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiringlar. Ha, yana eslatma. Bizning Telegram kanalimizga ham o'tib qo'yinglar va Telegram kanalimizga. Telegram kanaliga o'tishni ko'rsatishim mumkin, lekin hozir Telegram kanaliga shu videoni tagga qo'yib ketaman. Telegram kanalimizni nimasini, silkasini o'tib qo'yinglar bolalar. Kanalimizga obuna bo'lib, videomizga like bosib, o'z fikrlaringizni kommentariyada qoldiringlar. Bugun xudo xolisa 1000 ta bo'lamiz. 1000 taga ozgina qolgan. Like bosib, o'z fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Короче, boshlaring bolalar. Hozir men bolalar to'g'rilab olaman. Birozgina. Xo'p, demak bolalar boshladik. Birinchi ishimiz shu legendarniy daraxt chopishdan boshlab shu yerga qilib kuchaytiramiz. Hamma barcha lekin daraxt chopganmiz. Bundan keyin ham daraxt chopamiz bolalar. Nima qilamiz boshqa? Minecraft fizika qoidasi shundan iboratki, hozir mana bu kaktusga bo'lmasligimiz kerak. Bo'lsak jonimiz ketadi, ko'rdinglar? Shuning uchun kaktus opasniyda. Hozir daraxt topolishimiz kerak. Anchadan beri video aytganimga ham videodan salgina nima bo'libdi. No e'tibor bermaysizlar. Sizlar kanalga obuna bo'lib, videomizga like bosib qo'yinglar, o'z fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiringlar bolalar. Короче, skinga e'tibor bermaysizlar, bu Minecraftda skin qo'yib bo'lmaydi. Skinimni qo'yaman desam, zombilar kelmasdan qishloqlar rivojlanib, biz cho'lga kelib qoldik. Qishloqdan rivojlanib, ovqat izlab topishga harakat qilamiz. Uzr bolalar, bu yoqqa e'tibor bermaysizlar. Aytuvdimki, bolalar video olmayapman anchadan beri. Video olishdan chiqib ketganman. Daraxt chop olib, bolta tapor qilishimiz kerak. Kechqurundan hamma joyni nima qilishimiz kerak, bo'lmasa zombilar kelib basharamiz buzadi. Короче, sizlar kanalga obuna bo'lishni unutmasanglar bo'ldi bolalar. Yo'g'i 5 biladi ishinglar. Besiringa quloqim qani. To'rt daraxtimiz ham ko'payib qolyapti. Yaxshi uraveraylik, baribir ham qishloqqa keldik baribir. Uzr bolalar, orqadagi shumlarga e'tibor bermaysizlar. Короче, nima qilamiz bolalar? Xudo xolisa, sizlar kanalga obuna bo'lib, podдержкаdan to'xtamasanglar, biz mehnatdan to'xtamaymiz va dalchi sizlarga ko'ngilochar kontentlarni qo'yamiz. Xudo xolisa, Minecraft kontentlarini. Daraxt mana bu yoqda ham bor ekan. Daraxt va pishik ko'p ekan bu yerda. Cho'l biyom bo'lsa ham. Cho'l biyomi bo'lsa ham daraxt ko'p ekan bolalar. Cho'l biyomi bo'lsa ham daraxt ko'p ekan, lekin addushi Minecraft fizikasiga to'g'ri keladi. Daraxt Minecraftda daraxt bo'lmasa bo'lmaydi. Uy baribir yog'ochdan bo'ladi. Qapolda biz o'zi qishloqqa keldik, kechqurun chiqmasdan tinab qolishga joy topishimiz kerak. Cho'l biyomida ko'rgan bilsanglar, orqamda qishloq bor edi.
O'sha yerga boramiz hozir. O'sha yerga borishimiz shart bolalar. Sizlar kanalga obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar bolalar. Bu bizlarning kanalimiz rivoji uchun juda ham shart bolalar. Judayam shart bolalar kanalimiz. Voy jonim ketyapti-ku, kaktus bo'lmay o'l. Qani, hozir ana bu yoqlarni nima qilib olaylikchi? Вообще-то bomba bo'lardik. Verstaga solaylik. Uzr bolalar, orqadagi shumlarga aytib bo'lmaydi, yana bir marta aytyapman. Daraxtimiz ham вообще ko'paysin-da. Sizlar kanalga obuna bo'lib, like bosib tursanglar bo'ldi. Xudo xolasa Darknet videosi ham 2 joyda chiqadi. Xo'p, biz endi daraxtdan nima yasa olamiz? Topor bilan qilich. Обязательно shart bo'ldi. Bo'lmasa bo'lmaydi bolalar. Bo'ldi mana bolalar, yasab oldik. Endi qilichga navbat yasab olaylik. Zombilar kelsa bataqsil urushlarni sizlarga ko'rsatib beraman. Asl bolalar. Lekin Minecraft zo'r o'yinda bolalar. Mazza qilib o'ynaysan. Mana bu yoqda qo'rma. Kechqurun tushmasdan bizga bitta uy kerak. Uy bo'lmasa bo'lmaydi. Zombilar kelib basharamiz buzib ketadi. Stokka ham chiqolmayman mana. Короче, biz uy qurib olaylik bitta. Cho'l biyomdan bo'lsa ham farqi yo'q, biz daraxtimiz yetarli. Muhimi zombi kelib borib basharamiz bo'lmasa bo'ldi. Xo'p. Ana bu daraxtdan qurganimiz yaxshi. Buni tomiga ishlatamiz bolalar. Tomiga ishlatamiz. Nima cho'l biyomdan uy quryapsan desangizda, cho'l biyomdan uy qurgim keldi o'zim. Hech qaysi videomda cho'l biyomdan uy qurmaganman bolalar. Daraxtimiz ham ikkita qoldi-yu, mayli yetkazamiz hammasini. Voy. Xato ketganini qaranglar bolalar. Shu yerda asablarim buzilib ketadi bolalar. Xato ketganini qaranglar вообще-то. Xato ketganini qaranglar. Bo'ldi. Daraxtimiz xusunaga ishlatamiz, tomiga ishlatamiz buni. Hozir bolalar. Daraxtimiz ham juda ham kam ekanda, qo'yib yetkazamiz, farqi yo'q bizga. Hoppa. Daraxtimiz ham вообще yetarli bo'ldi. Sizlar обязательно kanalga obuna bo'lib, like bosishni unutmasanglar bo'ldi. Xo'p, daraxtimizni endi ko'taramiz darshi. Uyimizni kichkinaroq uy bo'lsa sizlarga qurib beraman. Uch kechqurun tushibdi, basharamiz buzishga keladilar. Ish qilib o'xshamagan joylar bo'lmasa ham e'tibor bermaysizlar. Bizga uy bo'lsa bo'ldi, kichkina uy bo'lsa ham kaktusni buzishimiz kerak. Hozir taborimiz bor. Xudoga shukr. Xudoga shukr, taborimiz ham bor. Kichkina uy bo'lsa ham sizlarga tunab qolishga uy bo'lsa bo'ldi. Berkini olishga bizda kravat yo'q, cross degancha. Uch kechqurun tushibdi, zombilar kelib basharamiz yig'on vaqt keldi ancha. Voy. Montajga kanalimizga obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar, o'z fikrlaringizni kommentariyada yozib chiqinglar bolalar. Nima sizlarga yoqdimi, yoqmadimi keyingi safar qanaqa video oling. Xo'rma bunaqa обычный kontentni. O'shani hammasini yozib qoldiringlar, men o'qiyman hammasini. Voy.
Nima qilsam bo'lakan hozir? To'xtayli, menda bitta zo'r idea bor. Xo'p. Bashiranga quloqim ketmadi-ku. Zombiki bashiramiz bu soatda hozir nima qilishni o'ylayapman-da, bitta reja kerak bizga. Bo'ldi. Daraxtimiz yetmasa ham biz amallaymiz. Uy bo'lmasa ham bir chodir bo'ladi deb o'ylaymiz. Короче, daraxtimiz 7 ta bor, zombi kelib qolsa lekin mendan emas bolalar. Ketishgandan bilan zombi kelsa agar. Şu olayı bitti. Oldu. Yokkasına koyup oldik. Kaktusni mana qo'yib olamiz. Bizga kaktus umuman kerak emas. Uppa. Hozir buni ko'taramiz, bitta ko'taramiz buni. Bu yoqqa to'g'ri qo'yib yuboraman, uzr bolalar, nosozliklar uchun. Voy, bashiranga quloqim kelyaptimi? Oy, böyle o'ylashasizmi? Kelyapsanmi? Akang bilan o'ylashapsan. Voy, bashiranga quloqim. Zaharni ham tashlab ketdi-yu bolalar. Hozir yana bulardan ishonchi yo'q, kelishi ham mumkin bolalar. Shunga ovqat kerak bizga. Nima bo'lsam zombi go'shtini yeyishga majburman. Ovqat yo'q bizlarda, ovqat. Nima bo'lsam zombi go'shtini yedik bolalar. Ovqat yo'qligi uchun. Короче, bolalar. Uyni qurishni davom ettiramiz. Bizlar daraxtimiz yetarli va verishtagimiz ham bor, xudoga shukr. Xo'p, bizlar oq daraxtidan qilib olaylik. Bo'ldi. Let's go bo'lgan-ku bizlarda. Yetarli daraxtimiz shu bitta uyga yarasa bo'ldi-da bolalar. Boshqa bizga nima kerak bolalar? Uyga yarasa bo'ldi-da. Xo'p. Ularga ishonch yo'q. Yana bittasi kelishi ham mumkin. Yo'qlaydi. Qornimiz to'q bo'lsin. Keyin zombilar bilan jang qilamiz. Agar creeper kelsa borku, shunday Minecraftni tashlab chiqib ketaman. Video shu yerda to'xtaydi. Asl bolalar. Oh my god. Poco keldik, Poco bilan urushib kelaylik bolalar, jangni ko'rasizlar. Yuhu, kelinglar, 2-1. Ulu Poco. Ke. Og'anga kuching yetmaydi, bratishga. Og'anga kuching yetmaydi. Chikolat krisa keldi-ku. Ay, chikolat. Bu yoqqa keldi, jonim. Zombi sigircha. Botan berak. Bashiranga oyog'im. Uy, bu shunga sana. Arang ulgurib qoldim-da bolalar. Agar o'lib ketsam, bak o'zim kechira olmaydim. Voy, krisa keldik yana bu. Ovqatimiz ham kam qolgan. Vergimcha krisa da bolalar. Vuchat yoqga. Ovqatim yo'qda, bizlarda zahar bor. Zaharni yesak aniq jonim keladi. Oh my god, yoshini olishimiz kerak bo'ldi. Orqadan zarba berishga ulgurganda bile.
Qaydan matchga keldim bola. Bugun ham juvana qilib kuchayish uchasi o'xshamaydi deyman, lekin kulgili joylari zo'r bo'lyapti lekin. Bir xepi jonim qoldi, lekin o'lib ketsam bu-ku. Bo'ldi. Nima qilsam bo'lar ekan-a? Maras krisa, ana skelet. Qornim to'ydirib olishga zahar bor, zaharni yesam aniq bir xepi jonim ham ketadi. Quraslar yo'q bo'ladi va nima qilishni maslahat berasizlar bolalar. Xo'p, bolalar, nima qilishni maslahat berasizlar menga? Birga bir jangga chiqaymi yoki zombilarga yem bo'laymi bolalar? Bir xepi jonim qoldi. Bir xepi jon bilan nimaga berishardim? Bilmadim, bosh qotib qoldi-yu bolalar, bironta maslahatingiz kerak. Xo'p, nima qilay bolalar, endi bir maslahatingiz kerak edi, bir nima qilsak bo'lar ekan-a? Xullas, nima bo'lsa-bo'lsin, jangga chiqaman agar voy o'lib ketsam ham bir tomonni ham o'lib ketsam nima qilaman? Bu galgi juvana qilib kuchayish videosi ham o'xshamasligini ham biluvdim. O'zi nima bo'lsa-bo'lsin zaharni yeyman. Ay jonim kam qolgandi. Ay. Bir xepi jonim qolgandi, lekin zaharni yedim. Ikkita jon ko'paytirib berdi. Addush lekin. Ikkita jon bilan hozir bitta agar unisini yesam bilmasligim aniq, lekin mayli, farqi yo'q. Bo'ldi. Jangga chiqish vaqti keldi bolalar. Jonimiz har holda ko'paydi-yu. Короче, hozir pauzaga qo'yib olay. Короче, bolalar, jonimiz ko'paydi va jangga. Let's go. Bu yog'ini g'urib tashlayman. Bu yoq kellaring. Uyim chala qo'ygan uyim-ku. Tikanak bo'lmay o'lsan, kaktus bo'lmay o'l. Uji tong otyapti, lekin zombi krisa kelib hujum etib olsa, rekslarning to'pini ko'rasizlar bolalar. Qumniga kerak bolalar. Hozir uyimizni chalasini bitirib chiqaylik bolalar, zerikmasliginglar uchun. Siz zerikmasliginglar uchun xudo xolasa bir nima qilamiz. Короче, uyni qurishni boshlar yana qurgan joydan. Qani bismillah ketdik. Короче, bolalar, kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar va o'z fikringlarni izohlarda yozib qoldiringlar. Va sizlar podpискani to'xtamanglar, biz shunaqa ijodlarni qilaveramiz. Bo'ldi, shu uyimiz normalniy bo'ldi. Bilan yashab qolishimizga bo'lsa bo'ldi-da bolalar. Xo'p, bolalar, videomiz shundan iborat edi. Sizlarni zeriktirib qo'yganmiz ham uzr. Xudo xolasa bu videoni qilib kuchayish videosi ham kulgili joylarga boy bo'ldi. Like bosing, kanalimizga obuna bo'ling, o'z fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Hammaga xayr, Lavlon Ogadro bo'ldi. Bashiramiz uzib ketadi.
toqqa ham chiqolmayman Короче, bizlar uy qurib olaylik bitta. Cho'l biyomdan bo'lsa ham farqi yo'q, bizlar daraxtimiz yetarli. Muhimi zombi kelib borib bashiramiz bo'lmasa bo'ldi. Xo'p. Ana bu daraxtdan qurganimiz yaxshi. Buni tomiga ishlatamiz o'g'lar. Tomiga ishlatamiz. Nima cho'l biyomdan uy quryapsan desada, cho'l biyomdan uy qurgim keldi o'zim. Hech qaysi videomda cho'l biyomdan uy qurmaganman bo'lar. Daraxtimiz ham ikkita qoldi-yu, mayli yetkazamiz hammasini. Voy. Xato ketganini qaranglar bo'lar. Shu yerda asablarim buzilib ketadi bo'lar. Xato ketganini qaranglar va pisheta. Xato ketganini qaranglar. Bo'ldi. Daraxtimiz xusunaga ishlatamiz, tomiga ishlatamiz buni. Hozir bo'lar. Daraxtimiz ham juda ham kam ekanda, qo'yib yetkazamiz farqi yo'q bizga. Hoppa. Daraxtimiz ham вообще yetarli bo'ldi. Sizlar обязательно kanalga obuna bo'lib, like bosishni unutmasanglar bo'ldi. Xo'p, daraxtimizni endi ko'taramiz dalshi. Uyimizni kichkinaroq uy bo'lsa ham sizlarga qurib beraman. O'sha kechqurun tushabdi, bashiramiz bizga keladilar. Ish qilib o'xshamagan joylar bo'lmasa ham e'tibor bermaysizlar. Bizga uy bo'lsa bo'ldi, kichkina uy bo'lsa ham kaktusni buzishimiz kerak. Hozir taborimiz bor. Xudoga shukr. Taborimiz ham bor. Kichkinaroq uy bo'lsa ham sizlarga tunab qolishga uy bo'lsa bo'ldi. Berkin olishga bizda krevat yo'q, cross degancha. O'sha kechqurun tushabdi, zombilar kelib basharamiz yıkam vaqt keldi ancha. Voy. Montajga kanalimizga obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar, o'z fikrlaringizni kommentariyada yozib chiqinglar bolalar. Nima sizlarga yoqdimi, yoqmadimi keyingi safar qanaqa video oling. Xo'rmi, bunaqa обычный kontentni o'shani hammasini yozib qoldiringlar, men o'qiyman hammasini. Vay. Nima qilsam bo'lakan, hozir to'xtaylar, menda bitta zo'r ideya bor. Xo'p. Beshiranga quloq ketmadi-ku. O'zimizga bashiramiz bu soatda hozir nima qilishni o'ylayapman-da, bitta reja kerak bizga. Bo'ldi. Daraxtimiz yetmasa ham biz amallaymiz. Uy bo'lmasa ham bir chodir bo'ladi deb o'ylaymiz. Короче, daraxtimiz 7 ta bor, zombi kelib qolsa, lekin mendan emas bolalar. Ketishgandan bile zombi kelsa agar. Bizga tusha olaylik bitta. Bo'ldi. Bu yoqqasini qo'yib oldik. Kaktusni mana qo'yib olamiz. Bizga kaktus umuman kerak emas. Hoppa. Hozir buni ko'taramiz, bitta ko'taramiz. Bu yoqni to'g'ri qo'yib yuboraman, uzr bolalar, nosozliklar uchun. Voy, bashiranga qulog'im kelyaptimi? Oy, bo'lib o'ynashasammi? Kelyapsanmi? Akang bilan o'ynashasan. Voy, bashiranga qulog'im. Zaharni ham tashlab ketdi-yu bolalar.
Hozir yana bulardan ishonch yo'q, kelishishi ham mumkin bolalar shunga. Ovqat kerak bizga. Nima desam, zombi go'shtini yeyishga majburman. Ovqat yo'q bizlarda, ovqat. Nima desam, zombi go'shtini yedik bolalar. Ovqat yo'qligi uchun. Короче, bolalar. Uyni qurishni davom ettiramiz. Bizlar daraxtimiz yetarli va vertagimiz ham bor, xudoga shukr. Xo'p, bizlar oq daraxtdan qilib olaylik. Bo'ldi. Let's go bo'lgan-ku bizlarda. Yetarli daraxtimiz shu bitta uyga yarasa bo'ldi-da bolalar. Boshqa bizga nima kerak bolalar? Bitta uyga yarasa bo'ldi-da. Xo'p. Ularga ishonch yo'q. Yana bittasi kelishi ham mumkin. Yo'laymi? Qornimiz to'q bo'lsin. Keyin zombilar bilan jang qilamiz. Agar creeper kelsa borku, shunday Minecraftni tashlab chiqib ketaman. Video shu yerda to'xtaydi. Asl bolalar. Oh my god. Poco keldi-ku, Poco. Poco bilan urushib kelaylik bolalar, jangni ko'rasizlar. Yuhu, kelinglar ikkiga bir. Uni Poco. Ke. Ha, og'anga kuching yetmaydi, bratishga. Og'anga kuching yetmaydi. Sklet krisa keldi-ku. Ay, sklet. Bu yoqqa kel, jonim. Zombi sigircha. Botan kerak. Bashiringa oyog'im. Uy, bu shiringa sana. Arang ulgurib qoldim-da bolalar. Agar o'lib ketsam bak o'zim kechira olmaydim. Voy krisa keldik yana bu. Ovqatimiz ham kam qolgan. Vergimcha krisa-da bolalar. Vo'chat yoqqa. Ovqatim yo'qda bizlarda zahar bor. Zaharni yesak aniq jonim keladi. Oh my god, yoshini olishimiz kerak bo'ldi. Orqadan zarba berishga ulgurganda bile. Haydaram men cho'lga keldim bolalar. Bugun ham jumana qilib kuchayish bitasi o'xshamaydi deyman, lekin kulgili joylar zo'r bo'lyapti lekin. Bir xp jonim qoldi, lekin o'lib ketsam borku. Bo'ldi. Nima qilsam bo'lar ekan-a? Maras krisa, ana skelet. Qornim to'ydirib olishga zahar bor. Zaharni yesam aniq bir xp jonim ham ketadi. Qurollar yo'q bo'ladi va nima qilishni maslahat berasizlar bolalar. Xo'p, bolalar, nima qilishni maslahat berasizlar menga? Birga bir jangga chiqaymi yoki zombilarga yem bo'laymi bolalar? Bir xp jonim qoldi. Bir xp jon bilan nimaga berishardim? Bilmadim, bosh qotib qoldi-yu bolalar, bironta maslahatingiz kerak. Xo'p, nima qilay bolalar endi? Bir maslahatingiz kerak edi. Bir nima qilsak bo'lar ekan-a? Ay. Xullas, nima bo'lsa jangga chiqaman agar voy o'lib ketsam ham bir tomonni ham o'lib ketsam nima qilaman? Bu galgi o'shana qilib kuchayish videosi ham o'xshamasligini ham bildim. O'zi nima bo'lsa zaharni yeyman. Ay, jonim kam qolgandi. Ay. Bir xp jonim qolgandi, lekin zaharni yedim. Ikkita jon ko'paytirib berdi. Addush lekin.
ikkita jon bilan hozir bitta agar unisini yesam bilmasligim aniq, lekin mayli, farqi yo'q. Bo'ldi. Jangga chiqish vaqti keldi bolalar. Jonimiz har holda ko'paydi-yu. Короче, hozir pauzaga qo'yib olay. Короче, bolalar, jonimiz ko'paydi va jangga let's go. Buyog'iniga qurib tashlayman. Bu yoqqa kellaring. Uyim chala qo'ygan uyim-ku. Tikanak bo'lmay o'lsan, kaktus bo'lmay o'l. Uji tong otyapti, lekin zombi kirisa kelib hujum etib olsa, Rexlarning to'pini ko'rasizlar bolalar. Qumniga kerak bolalar. Hozir uyimizni chalasini bitirib chiqaylik bolalar, zerikmasliginglar uchun. Siz zerikmasliginglar uchun xudo xolasa nima qilamiz? Короче, uyni qurishni boshladik yana, qurgan joydan. Qani bismillah, ketdik. Короче, bolalar, kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar va o'z fikringlarni izohlarda yozib qoldiringlar. Va sizlar poddeşkani to'xtamanglar, biz shunaqa ijodlarni qilaveramiz. Bo'ldi, shu uyimiz normalniy bo'ldi. Bilan yashab qolishimizga bo'lsa bo'ldi-da bolalar. Xo'p, bolalar, videomiz shundan iborat edi. Sizlarni zeriktirib qo'yganmiz, ham uzr. Xudo xolasa bu videoni qilib kuchayish videosi ham kulgili joylarga boy bo'ldi. Like bosing, kanalimizga obuna bo'ling, o'z fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Hammaga xayr, Lavlon Algadro bo'ldi. Mana ko'rish nasib qilgan ekan. Hammalarga salom. Sizlar bilan o'sha Avogadro. Короче, bolalar, bugungi videomizda выживание qilib kuchayish videosida, legendarniy выживание qilib kuchayish videosini yana davom ettiramiz. Undan oldin kanalga obuna bo'lib, videomizga like bosib, o'z fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiringlar. Ha, yana eslatma. Bizning Telegram kanalimizga ham o'tib qo'yinglar va Telegram kanalimizga. Telegram kanaliga o'tishni ko'rsatishim mumkin, lekin hozir Telegram kanaliga shu videoni tagga qo'yib ketaman. Telegram kanalimizni nimasini, silkasini o'tib qo'yinglar bolalar. Kanalimizga obuna bo'lib, videomizga like bosib, o'z fikrlaringizni kommentariyada qoldiringlar. Bugun xudo xolasa 1000 ta bo'lamiz. 1000 taga ozgina qolgan. Like bosib, o'z fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Короче, boshladik bolalar. Hozir men bolalar to'g'rilab olaman birozgina. Xo'p, demak bolalar, boshladik. Birinchi ishimiz shu legendarniy daraxt chopishdan boshlab shu yerga qilib kuchayish. Hammani barcha lekin daraxt chopganmiz. Undan keyin ham daraxt chopamiz bolalar. Nima qilamiz boshqa? Minecraft fizika qoidasi shundan iboratki, hozir mana bu kaktusga bo'lmasligimiz kerak. Bo'lsak jonimiz ketadi, ko'rdinglar? Shuning uchun kaktus opasniyda. Hozir daraxt topolishimiz kerak. Anchadan beri video aytganimga ham videodan salgina nima bo'libdi. E'tibor bermaysizlar. Sizlar kanalga obuna bo'lib, videomizga like bosib qo'yinglar, o'z fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiringlar bolalar. Короче, skinga e'tibor bermaysizlar. Bu Minecraftda skin qo'yib bo'lmaydi. Skinimni qo'yaman desam ham
Zombilar kelmasdan qishloqlar rivojlanib, biz cho'lga kelib qoldik. Qishloqdan rivojlanib, ovqat izlab topishga harakat qilamiz. Uzr bolalar, bu yoqqa e'tibor bermaysizlar. Aytuvdimki, bola video olmayapman anchadan beri. Video olishdan chiqib ketganman. Daraxt chopib olib, bolta, topor qilib olishimiz kerak. Kechqurundan hamma joyni nima qilishimiz kerak, bo'lmasa zombilar kelib basharamiz buzadi. Qarang, sizlar kanalga obuna bo'lishni unutmasanglar bo'ldi vallahi. Yo'q 5 bilad ishinglar. Besiringa quloqim qani. To'rt daraxtimiz ham ko'payib qolyapti. Yaxshi uraveraylik, baribir ham. Qishloqqa keldik baribir. Uzr bolalar, orqadagi shumlarga e'tibor bermaysizlar. Короче, nima qilamiz bolalar? Xudo xolasa, sizlar kanalga obuna bo'lib, podдержкаdan to'xtamasanglar biz mehnatdan to'xtamaymiz va dalchi sizlarga ko'ngilochar kontentlarni qo'yamiz. Xudo xolasa, Minecraft kontentlarni. Daraxt mana bu yoqda ham bor ekan. Daraxt va pishi ko'p ekan bu yomda. Cho'l biyom bo'lsa ham. Cho'l biyom bo'lsa ham daraxt ko'p ekan bolalar. Cho'l biyom bo'lsa ham daraxt ko'p ekan, lekin addushi Minecraft fizikasiga to'g'ri keladi. Daraxt Minecraftda daraxt bo'lmasa bo'lmaydi. Uy baribir yog'ochdan bo'ladi. Qanday biz o'zi qishloqqa keldik, kechqurun chiqmasdan tinab qolishga joy topishimiz kerak. Cho'l biyomida ko'rgan bizlar orqamda qishloq bor edi. O'sha yerga boramiz hozir. O'sha yerga borishimiz shart bolalar. Sizlar kanalga obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar bolalar. Bu bizning kanalimiz rivoji uchun juda ham shart bolalar. Juda ham shart bolalar kanalimizda. Voy jonim ketyapti-ku, kaktus bo'lmay o'l. Qani, hozir ana bu yoqlarni nima qilib olaylik-chi? Вообще-то bomba bo'lardik. Verstaga solaylik. Uzr bolalar, orqadagi shumlarga e'tibor bermaslar, yana bir marta aytyapman. Daraxtimiz ham вообще ko'paysin. Sizlar kanalga obuna bo'lib, like bosib tursanglar bo'ldi. Xudo xolasa Darknet videosi ham 2 joyda chiqadi. Xo'p, biz endi daraxtdan nima yasa olamiz? Topor bilan qilich. Обязательно shart bolalar. Bo'lmasa bo'lmaydi bolalar. Bo'ldi mana bolalar, yasab oldik. Endi qilichga navbat yasab olaylik. Zombilar kelsa pataqsil urushlarni sizlarga ko'rsatib beraman. Asl bolalar. Lekin Minecraft zo'r o'yinda bolalar, mazza qilib o'ynaysan. Mana bu yoqda qo'rma. Kechqurun tushmasdan bizga bitta uy kerak. Uy bo'lmasa bo'lmaydi, zombilar kelib basharamiz buzib ketadi. Stokka ham chiqolmayman. Короче,
Bizlar uy qurib olaylik bitta. Cho'l biyomdan bo'lsa ham farqi yo'q. Bizlar daraxtimiz yetarli. Muhimi zombi kelib borib bashiramiz bo'lmasa bo'ldi. Xo'p. Ana bu daraxtdan qurganimiz yaxshi. Tomiga ishlatamiz o'g'illar. Tomiga ishlatamiz. Nima cho'l biyomdan uy quryapsan desangizda, cho'l biyomdan uy qurgim keldi o'zim. Hech qaysi videomda cho'l biyomdan uy qurmaganman bolalar. Daraxtimiz ham ikkita qoldi-yu, mayli yetkazamiz hammasini. Voy. Xato ketganini qaranglar bolalar. Shu yerda asablarim buzilib ketadi bolalar. Xato ketganini qaranglar va pisheta. Xato ketganini qaranglar. Bo'ldi. Daraxtimiz xusunaga ishlatamiz, tomiga ishlatamiz buni. Hozir bolalar. Daraxtimiz ham juda ham kam ekanda, qo'yib yetkazamiz farqi yo'q bizga. Hoppa. Daraxtimiz ham yetarli bo'ldi. Sizlar обязательно kanalga obuna bo'lib, like bosishni unutmasanglar bo'ldi. Xo'p, daraxtimizni endi ko'taramiz dalshi. Uyimizni kichkinaroq uy bo'lsam sizlarga qurib beraman. Uch kech qolib tushibdi, bashiramiz bizga kelarlar. Ish qilib o'xshamagan joylar bo'lmasa ham e'tibor bermaysizlar. Bizga uy bo'lsa bo'ldi, kichkina uy bo'lsa ham kaktusni buzishimiz kerak, hozir taporimiz bor. Xudoga shukr. Xudoga shukr, taporimiz ham bor. Kichkina uy bo'lsa ham sizlarga tunab qolishga uy bo'lsa bo'ldi. Berkin olishga bizda krevat yo'q, cross degancha. Uch kech qolib tushyapti, zombilar kelib bashiramiz yig'on vaqt keldi ancha. Voy. Montajga kanalimizga obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar, o'z fikrlaringizni kommentariyada yozib chiqinglar bolalar. Nima sizlarga yoqdimi, yoqmadimi keyingi safar qanaqa video oling. Xo'rma bunaqa obishni kontentni. O'shani hammasini yozib qoldiringlar, men o'qiyman hammasini. Voy. Nima qilsam bo'lakan, hozir to'xtaylar, menda bitta zo'r ideya bor. Xo'p. Bashiranga quloqim ketmadi-ku. O'zimizga bashiramiz bu soatda hozir nima qilishni o'ylayapman-da, bitta reja kerak bizga. Bo'ldi. Daraxtimiz yetmasa ham biz amallaymiz. Uy bo'lmasa ham bir chodir bo'ladi deb o'ylaymiz. Короче, daraxtimiz 7 ta bor, zombi kelib qolsa lekin mendan emas bolalar. Ketishgandan bilan zombi kelsa agar. Bizga tusha olaylik bitta. Bo'ldi. Yoqqasini qo'yib oldik. Kaktusni mana qo'yib olamiz. Bizga kaktus umuman kerak emas. Hoppa. Hozir buni ko'taramiz, bitta ko'taramiz. Bu yoqqa to'g'ri qo'yib yuboraman, uzr bolalar, nosozliklar uchun. Voy, bashiranga quloqim kelyaptimi? Oy, buni o'ylashsammi? Kelyapsanmi? Akang bilan o'ynashapsan. Voy, bashiranga quloqim. Zaharni ham tashlab ketdi-yu bolalar. Hozir yana bulardan ishonch yo'q, kelishi ham mumkin bolalar. Shunga o'qot kerak bizga. Nima bo'lsa ham
Zombi go'shtini yeyishga majburman dedi. Ovqat yo'q bizlarda, ovqat. Nima bilsam zombi go'shtini yedik bolalar. Ovqat yo'qligi uchun. Короче bolalar. Uyni qurishni davom ettiramiz. Bizlar daraxtimiz yetarli va verishtagimiz ham bor, xudoga shukr. Xo'p, bizlar oq daraxtidan qilib olaylik. Bo'ldi. Netchiq bo'lgan-ku bizlarda. Yetarli daraxtimiz shu bitta uyga yarasa bo'ldi-da bolalar. Boshqa bizga nima kerak bolalar? Bitta uyga yarasa bo'ldi-da. Xo'p. Ularga ishonch yo'q. Yana bittasi kelishi ham mumkin. Yo'qlaydi. Qornimiz to'q bo'lsin. Keyin zombilar bilan jang qilamiz. Agar creeper kelsa borku, shunday Minecraftni tashlab chiqib ketaman. Video shu yerda to'xtaydi. Asl bolalar. Oh my god. Poco keldi-ku Poco. Poco bilan urushib kelaylik bolalar, jangni ko'rasizlar. Yuhu, kelinglar bitta 2-1. Ulu Poco. Ke. Og'anga kuching yetmaydi, bratchka. Og'anga kuching yetmaydi. Skelet krisa keldi-ku. Ay, skelet. Bu yoqqa kel, jonim. Zombi sigircha. Botan kerak. Berk bashiringga oyog'im. Uy, bu shiringa sana. Arang ulgurib qoldim-da bolalar. Agar o'lib ketsam, o'zim kechira olmaydim. Voy krisa keldik yana bu. Ovqatimiz ham kam qolgan. Vergimcha krisa da bolalar. Voy chat yo'qga. Ovqatim yo'qda bizlarda zahar bor. Zaharni yesak aniq jonim keladi. Oh my god, yoshini o'lishimiz kerak bo'l. Orqadan zarba berishga ulgurganda bile. Haydaram men cho'lga keldim bolalar. Bugun ham juvana qilib kuchayish o'xshamaydi deyman, lekin kulgili joylar zo'r bo'lyapti lekin. Bir xepi jonim qoldi, lekin o'chib ketsam bo'lku. Bo'ldi. Nima qilsam bo'lar ekan-a? Maras krisa, ana skelet. Qornim to'ydirib olishga zahar bor. Zaharni yesam aniq bir xepi jonim ham ketadi. Qurolashlar yo'q bo'ladi va nima qilishni maslahat berasizlar bolalar. Xo'p, bolalar, nima qilishni maslahat berasizlar menga? Birga bir jangga chiqaymi yoki zombilarga yem bo'laymi bolalar? Bir xepi jonim qoldi. Bir xepi jon bilan nimaga berishardim? Bilmadim, bosh qotib qoldi-yu bolalar, bironta maslahatingiz kerak. Xo'p, nima qilay bolalar? Endi bir maslahatingiz kerak edi. Bir nima qilsak bo'lar ekan-a? Ay. Xullas, nima bo'lsa-bo'lsin, jangga chiqaman agar voy o'lib ketsam ham bir tomoni ham o'lib ketsam nima qilaman? Bu galgi o'shana qilib kuchayish videosi ham o'xshamasligini ham bildim. O'zi nima bo'lsa-bo'lsin zaharni yeyman. Ay, jonim kam qolgandi. Ay. Bir xepi jonim qolgandi, lekin zaharni yedim. Ikkita jon ko'paytirib berdi. Addush lekin. Ikkita jon bilan hozir bitta agar unisini yesam bilmasligim ham aniq, lekin mayli, farqi yo'q.
Uf, bo'ldi. Jangga chiqish vaqti keldi bolalar. Jonimiz har holda ko'paydi-yu. Короче, hozir pauzaga qo'yib olay. Короче, bolalar, jonimiz ko'paydi va jangga let's go. Bu yog'iniga qurib tashlayman. Bu yoq kellaring. Uyim chala qo'ygan uyim. Tikanak bo'lmay o'lsan, kaktus bo'lmay o'l. Uji tong otyapti, lekin zombi kirsa kelib hujum etib olsa, Rexlarning to'pini ko'rasizlar bolalar. Ay. Nimaga kerak bolalar? Hozir uyimizni chalasini bitirib chiqaylik bolalar, zerikmasliginglar uchun. Siz zerikmasliginglar uchun xudo xolasa nima qilamiz? Короче, uyni qurishni boshladik yana. Qurgan joydan. Qani bismillah ketdik. Короче, bolalar, kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar va o'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiringlar. Va sizlar podpискani to'xtamanglar, biz shunaqa ijodlarni qilaveramiz. Bo'ldi, shu uyimiz normalniy bo'ldi. Bilan yashab qolishimizga bo'lsa bo'ldi-da bolalar. Xo'p, bolalar, videomiz shundan iborat edi. Sizlarni zeriktirib qo'yganmiz ham uzr. Xudo xolasa bu videoni qilib kuchayish videosi ham kulgili joylarga boy bo'ldi. Like bosing, kanalimizga obuna bo'ling, o'z fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Hammaga xayr, Lavlon Ogadro bo'ldi. Salom do'stlar, Lavlon Ogadro. Bugungi videolarimizni ko'rib turgandan xursandman. Anchadan beri ko'rishmayotgandik, bugun mana ko'rish nasib qilgan ekan. Hammalarga salom. Sizlar bilan o'sha Avogadro. Короче, bolalar, bugungi videomizda выживание qilib kuchayish videosida, legendarniy выживание qilib kuchayish videosini yana davom ettiramiz. Undan oldin kanalga obuna bo'lib, videomizga like bosib, o'z fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiringlar. Ha, yana eslatma. Bizning Telegram kanalimizga ham o'tib qo'yinglar va Telegram kanaliga o'tishni ko'rsatishim mumkin, lekin hozir Telegram kanaliga shu videoni tagga qo'yib ketaman. Telegram kanalimizni silkasini o'tib qo'yinglar bolalar. Kanalimizga obuna bo'lib, videomizga like bosib, o'z fikrlaringizni kommentariyada qoldiringlar. Bugun xudo xolasa 1000 ta bo'lamiz. 1000 taga ozgina qolgan. Like bosib, o'z fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Короче, boshladik bolalar. Hozir men bolalar to'g'rilab olaman. Birozgina. Xo'p, demak bolalar, boshladik. Birinchi ishimiz shu legendarniy daraxt chopishdan boshlab, shu joyda qilib kuchayish. Hammani barcha lekin daraxt chopganmiz. Bundan keyin ham daraxt chopamiz bolalar. Nima qilamiz boshqa? Minecraft fizika qoidasi shundan iboratki, hozir mana bu kaktusga bo'lmasligimiz kerak. Bo'lsak jonimiz ketadi, ko'rdinglar? Shuning uchun kaktus opasniyda. Hozir daraxt topolishimiz kerak. Anchadan beri videom aytganimga ham videodan salgina nima bo'libdi. Nima e'tibor bermaysizlar. Sizlar kanalga obuna bo'lib, videomizga like bosib qo'yinglar, o'z fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiringlar bolalar. Короче, skinga e'tibor bermaysizlar, bu Minecraftda skin qo'yib bo'lmaydi. Skinimni qo'yaman desam, hozir zombilar kelmasdan qishloqlar rivojlanib,
Biz cho'lga kelib qoldik. Qishloqdan rivojlanib, ovqat izlab topishga harakat qilamiz. Uzr bolalar, bu yoqqa e'tibor bermaysizlar. Aytuvdimki, bola video olmayapman anchadan beri. Video olishdan ham chiqib ketganman. Daraxt chopib olib, bolta, topor qilib olishimiz kerak. Kechqurun hamma joyini nima qilishimiz kerak, bo'lmasa zombilar kelib basharamizni buzadi. Короче, sizlar kanalga obuna bo'lishni unutmasanglar bo'ldi vallahi. Yo'g'i 5 bilad ishinglar. Besiringa quloqim qani. To'rt daraxtimiz ham ko'payib qolyapti. Yaxshi uraveraylik, baribir ham. Qishloqqa keldik baribir. Uzr bolalar, orqadagi shumlarga e'tibor bermaysizlar. Короче, nima qilamiz bolalar, xudo xolasa. Sizlar kanalga obuna bo'lib, podдержкаdan to'xtamasanglar biz mehnatdan to'xtamaymiz va dalchi sizlarga ko'ngilochar kontentlarni qo'yamiz, xudo xolasa. Minecraft kontentlar. Daraxt mana bu yoqda ham bor ekan. Daraxt va pishi ko'p ekan bu yoqda. Cho'l biyom bo'lsa ham. Cho'l biyomi bo'lsa ham daraxt ko'p ekan bolalar. Cho'l biyomi bo'lsa ham daraxt ko'p ekan, lekin addushi Minecraft fizikasiga to'g'ri keladi. Daraxt Minecraftda daraxt bo'lmasa bo'lmaydi. Uy baribir yog'ochdan bo'ladi. Bo'ldi. Biz o'zi qishloqqa keldik, kechqurun tushmasdan tinab qolishga joy topishimiz kerak. Cho'l biyomida ko'rgan bo'lsanglar, orqamda qishloq bor edi. O'sha yerga boramiz hozir. O'sha yerga borishimiz shart bolalar. Sizlar kanalga obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar bolalar. Bu bizning kanalimiz rivoji uchun juda ham shart bolalar. Juda ham shart bolalar kanalimizda. Voy jonim ketyapti-ku, kaktus bo'lmay o'l. Qani, hozir ana bu yoqlarni nima qilib olaylikchi, вообще-то bomba bo'lardik. Verstaga solaylik. Uzr bolalar, orqadagi shumlarga e'tibor bermasanglar, yana bir marta aytib o'tyapman. Daraxtimiz ham вообще ko'paysin. Sizlar kanalga obuna bo'lib, like bosib tursanglar bo'ldi. Xudo xolasa Darknet videosi ham 2 joyda chiqadi. Xo'p, biz endi daraxtdan nima yasab olamiz? Topor bilan qilich. Обязательно shart bolalar. Bo'lmasa bo'lmaydi bolalar. Bo'ldi mana bolalar, yasab oldik. Endi qilichga navbat yasab olaylik. Zombilar kelsa bataqsil urushlarni sizlarga ko'rsatib beraman. Asl bolalar. Lekin Minecraft zo'r o'yinda bolalar. Mazza qilib o'ynaysan. Mana bu yoqda qo'rma. Kechqurun tushmasdan bizga bitta uy kerak. Uy bo'lmasa bo'lmaydi. Zombilar kelib